Nima e'tiroz bo'lyapti? Bo'ladi. Mana men bilan gaplashasiz ekan. Assalomu alaykum. Yo'q, siz bilan gaplashadigan bo'lsa, buni nega e'tiroz syomka Он снимает, qilyapti? пусть программа тут. Fiksiasiya qilyapti. Yo'q, fiksatsiya qilish uchun qarang aka, bitta narsa. Fiksatsiya qilish uchun biz rahbariyatga borib, biz o'zimiz Bunaqa narsa yo'q. Bunaqa degan. Ochiqlik, shaffoflik prinsipini bilasiz, kishilar bilasiz. Kimiz bo'ladi? Oddiy fuqaro. Biz jamoatchilik nazorati o'tkazamiz 5-15-modda bo'yicha. Qonun buzilishi bo'lgan, o'sha narsani hozir berdik, ariza olishyapti. Shu Konstitutsiyaning 33-moddasi bo'yicha ma'lumot yig'ishga haqqimiz bor, bilasiz. To'g'ri. Men xabarim kirib syomka. Kirib hujum qilyapsiz-da. Yo'q, syomka qilib turibdi. Nimaga syomka qilyapti? Shu holat bo'yicha. Siz nima deysiz? Nima bo'yicha? Bizni syomka bizni qo'shib olyapmiz-ku. Bizni ruxsatsiz chiqarishga haqqimiz yo'q. Unaqa narsa ham borlaydi. Bilasizmi? Mayli, siz ko'p narsani bilasiz. Ko'p bilasiz. Sizga e'tiroz bildirmayman. Biz sizni kamsitmaymiz. Yo'q. Bu gapingiz to'g'ri. Montaj qilib kamsitadigan bo'lsa to'g'ri. Atak, ochiqlik, shaffoflik prinsipi xuddi shunaqa hokazo. Xabarimiz bor. Biz qarshi emas biz. Sizlar bizga yordam berishga kelgansizlar.